Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz o'sha ichiga o'sadigan tirnoq mavzusi, ya'ni ichiga o'sadigan tirnoqni kelib chiqishi va uy sharoitidagi parvarishi haqida bo'ladi. Odatda tirnoqlar nimaga ichiga o'sadi? Buni sabablari turli-tuman. Birinchidan tirnoqlarga bo'lgan noto'g'ri parvarish. Odatda bizda shunaqa tushuncha shakllangan, tirnoqlarni ko'proq o'sgan joydan emas, juda ham ostki qismidan olib tashlashimiz. Buni oqibatida tirnoq olib tashalgandan keyin, chuqurroq olib tashlagandan keyin atrofidagi et o'sishni boshlaydi. O'sha gardishi bo'lib o'sishni boshlaydi va keyinchalik tirnoq o'sganda shu gardishga kirishni boshlaydi. Ikkinchidan mexanik, ya'ni ta'sir noto'g'ri tanlangan oyoq kiyimi. Endi urf moda orqasidan quvibmi yoki boshqa bir sabablar bilanmi bunda ham shu holat kelib chiqishi mumkin bo'ladi va uchinchi holat tirnoqni patologiyalarida, kasalliklarida o'sha tirnoqni muguzlanishini kuchayib ketishi oqibatida xuddiki masalan parrandalarda, o'sha qushlarda o'sadigan onixogrifoz deydi va hokazo tashxislar bor. Tirnoqni muguzlanish jarayonini kuchayib ketishi oqibatida shu holatga kelib chiqishi mumkin. Endi bu yerda nima bo'ladi? Asosiy u etga o'sib kirgandan keyin birinchi o't yallig'lanish chaqiradi, qizarish, og'riqlar bo'lishni boshlaydi. Keyinchalik ikkilamchi infeksiya qo'shilib qolishi natijasida yiringlashi mumkin. Va bu jarayonlar kuchayib boraversa, o'sha og'riqlar kuchayib ketadi va yiringlash jarayoni kuchayib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun asoratlangan bu tirnoq o'sishida albatta bu yerda shifokor yordami kerak bo'ladi. Asoratlanmagan tirnoq o'sishida bunda o'zimiz uy sharoitida ma'lum miqdorda parvarish qilib ko'rsak bo'ladi. Birinchidan o'sha tirnoqni olayotganda ozgincha o'sgan tirnoqdan, ya'ni oq hoshiya deyishadi bizda, oq hoshiya qoldirib olish, ya'ni tagidan olib tashlamaslik. Ikkinchidan o'sha tirnoqni qirralik joylarini o'zini o'sha pilka deydi, o'sha alohida ajratilgan shu moslamasida tirnoqni uchli joylarini, o'sha botishi mumkin bo'lgan joylarni ozgincha, ya'ni pilkalab qo'yish mumkin bo'ladi. Bu ham qanaqadir ma'lum miqdorda chuqur qilinolmaydi. Keyingi yana bitta o'sha to'g'ri parvarishdan, ya'ni to'g'ri tanlangan oyoq kiyimi. Bunda ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Masalan, oddiy misolda tushuntirib ketaman, ya'ni praktik amaliy jihatdan foydasi bo'lishi mumkin. Masalan, ishga keldingiz, ish sharoitingizda imkoni bor. O'sha oyoq kiyimingizni qattiq siqib turuvchi bo'lishi mumkin. Ofis shaklida oyoq kiyimlar bo'lishi mumkin. Yechib qo'yasizda, yumshoqroq bir oyoq kiyimi tanlab ish jarayonida shundan foydalanishingiz mumkin, agar ish sharoiti shuni taqozo qiladigan bo'lsa. Oyoq kiyimida uzoq qolib ketishi kerak emas deymiz. Yana bitta yaxshi yordam beruvchi narsalardan o'sha, endi lifehack deydimi, oyoq uchun alohida bir masalan salfetkami yoki o'sha sochuvmi qilib qo'yish kerak bo'ladi. Bu individual ravishda tirnoqlarni burchagidagi o'sha ho'llik, yuvganda qoladigan bir namliklarni alohida quritib olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha tirnoqlar, oyoq terisi uchun ajratilgan antiseptiklardan foydalanib turish ham bu ikkilamchi infeksiya, o'sha yiringlab qolish jarayonini oldini olishga yordam beradi. Endi agar yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, tirnoq o'sishida o'sha organizmdagi ikkilamchi boshqa kasalliklar, masalan, moddalar almashinuvi kasalliklari, qandli diabet, semizlik, mana bularda ham o'sha tirnoq o'sishiga moyillik juda kuchayib ketgan bo'ladi. Demak, organizmni boshqa ikkilamchi kasalliklarini, gormonal kasalliklarini, moddalar almashinuvi buzilishi kasalliklarini davolash bunda ham yaxshi natija beradi. Keyingi videolarimiz qaysi mavzularda bo'lishini xohlasangiz izohlarda yozib qoldiring. Videomiz uchun bitta like bosing va obuna bo'lishni unutmang.